Bak. Bugün acayip çıraylı kokup gitsen ki ya. Kündülüm oşuğu. Kene bir kıçaklap alay. Şunçaq otasa. Qadirlik Mishrapul. Hoş. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Zadil qiyirmang. Zadil terikmang. Baxtli bo'ling. Rahmat. Bugun bozor tarafga kelyapsam, lotereya bilet setibdi qarang. Hey to'xtabdi. Mush biletdan birisini olaychi. Mening Mishrapulim mashina tutib ola deb sizlarga birisini oldim, qarsizlar. Voy, nim og'ir bo'lib jursan ya. Mishrapul, agar siz mashina tutib olsangiz, meni Ili daryosining bo'yiga olib o'yintib kelamsiz? Yo'q. Apangni uyiga opirma akilma xolos. Nemishga? Apang mush vaqt sening molingni daqa qildi-ku. Nadiki bir ro'd park tegib oldi? Ya mashinasi yo'q, ya uyi yo'q deb. Agar mashina tutib olsam, apangni ishini oldiga akib ishlatib qo'yma. Gur. Kuygan, o'shiring mashinangizni. Quloqim ham yeb ketdi. Degich ishlatib qo'yma. Mashinangizga benzinni aymamsiz? Apangning quloq miyasini yeyish uchun hech nima aymayman. Bozorda bu chaqchaq qo'ydim. Uningga pulni nereden topsiz? Taksavatlik qilmayapmi? Odamdan to'shayma, pul topma. Topgan pulingiz yetamda? Yetidi? Tex ish qilib sana berma, ancha-muncha bayoq qolamiz. Yetidi dang. Men tex yetmaydigan chiq deb o'ylabdim. Mish ketmaydan. Kim sana yetmaydi dedi? Deymanda endi. Kundi bozordan qaytganda, Israpulning mashinasiga tushib oldim qarang. Mana bizning shahardan chiqib biz tarafga mashtaxli burilgandilar. Mashinasining benzin tugab qoldi o'tan. Qachon? Har qachon. Nima u? Israpulning mashinasining benzin tugab qilib, nima ishingga benzin ichamsan? To'xta. Kundi nima kechib keldikin desam, Israpulning mashinasining benzin tugab qolganda. Yo'q. Nima yo'q? Kundi tugamaydi. Seni ko'rgandilmi? Yo'q. Nima yo'q? Ha? Birda benzin tugab qoldi, birda buzilib qoldi degandek. Mashina buzilib qolamdi ya. Israpul buzilib qolamdi. Yo'q. Nima yo'q? Ha? Meka? Meka? Urusiz. Meka dema. Meka. İtanim qilishdan. Mashinasi to'xtab qilib, yomg'irga ketib cho'p bo'lib ketdi. Ondan keyinchi? Ondan kiyimlarimizni yechib quritdik. Ondan keyinchi? Ondan kiyimlarimiz qurdi, kiyib oldik. 5 minut qurdimi? 1 soat. 1 soat! Meka? Meka! 1 soat shunda qiziq gaplarni qilib o'tirdik. Qiziqchika o'zi. 1 soat 5 minut taklif bilindi. 1 soat 5 minutdak bilinsa, parang qilib yashab o'tiraversanmi? Nima kelding menga? Sizni o'yladim. Meningdan ansirab otamdiki deb oldirab keldim. Yaxshi qilsa. Ey, buni benzin purab ketgan bo'yningni uzib tashlama. Meka! Yo'q. Meka dema. Meka! Nerede? Nimaga qaytsa? Nimaga qaytsa? Hozir Israpulning mashinasining benzin tugidi deb o'tirdim. Qanday kelding bu yerga? Bilmayman. Mashinasining bu yerdan daxli ko'chilib o'tib benzin chiqdi-ku. Mashina ko'childimi? Ya, seni ko'childimi?
ikimiz koçuladık. Nemini? Maşinini. Evlengen edemez. Maşinini ısrap bunu ögürüp koçula. Hazır kitayım